Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlar bilan kompyuterimizni aktivatsiya qilishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga maxsus fayl kerak bo'ladi. Bu faylni men Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Faylni ishga tushirishdan oldin biz kompyuterimizda antivirusni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Antivirusimizni o'chirib qo'ydik va kompyuterimizni palot rejimiga qo'yib, faylimizni ochib olsak bo'ladi. Faylimizni ochib olganimizdan so'ng shunday qora oyna chiqsa, bir raqamini bosamiz va dasturimiz ishga tushadi. Bu dasturning vazifasi Office dasturlarini aktivatsiya qiladi va Windows tizimini ham aktivatsiya qiladi. Ishimiz tugallandi va tekshirib olishimiz mumkin.